Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men sizlarga hozir tepadagi videoni partnyorskiy promo kodimizni ulashni o'rgataman. Diqqat bilan ko'rib turing va o'rganib oling. Xullas, birinchi navbatda biz XM brokeriga kiramiz. XM brokeriga kirgandan so'ng bunda oyna ochiladi. Ham Android yoki iPhone, Apple modelida ochiladi. Ochilgandan so'ng mana bu yerda Real degan bo'limi turibdi. Mana bu yerda ustiga bitta bosilgan kichkiga mana bu bo'lim ochiladi. Bitta sizlar shotline chiqishi mumkin, ikkita bo'lishi mumkin, bitta bo'lishi mumkin sizlarda. Menda ko'proq hammasini sinab ko'rganman, shuning uchun ko'proq. Mana bu yerda Plus turibdi, mana bu ko'rgan bo'lsangiz, Plus. Bitta shot qo'shiladi. Real accountni bosamiz va continue tugmasini bosamiz. Standart hammasi o'z xuddi shunday turadi va yana continue bosamiz. Bosganimizdan so'ng bunda oyna ochiladi. Mana bu yerda sizni hamkor kodingiz degan joyi bor. Pandemic code enter here bosiladi. Bosgandan so'ng bu yerda yozish chiqadi. Xo'p, bu yerga katta harflarda bizning partnerskiy kodimiz yoziladi. 1007. Xuddi shunday yoziladi. Va bu yerda pichkan bosib qo'yiladi tanlab. Bosilgandan so'ng continue bosiladi. Masalan, sizlarga albatta bitta narsa yozaman. Xo'p, birata xohlagancha kod yozasizlar. Bu yerga o'zim prosta kod sizlar uchun ko'rsatish uchun misol qilib yozdim. Yozgandan so'ng o'zlaringiz parol qo'shib bilasizlar. Bitta noodatiy belgi qatnashish kerak parollarni. Xullas bitta parol yozasizlar. Yozgandan so'ng complete deb bosamiz. Bu kodni eslab qolishingiz kerak, chunki MetaTrader ilovasiga ulab turganda ishlatish uchun kerak bo'ladi. Complete deb bosamiz va biroz kutamiz. Kutgandan so'ng bizada o'sha anaqa shot ochiladi. Shotni eslab qolishingiz kerak. O'zlaringiz shotlar masalan, mana bu yerda 2112 shotim oldinroq bor edi. Mana bu shotim yangi paydo bo'ldi. Mana 17-13 raqami paydo bo'ldi. Tepada o'zim kelib qoldi. Mana shu 17-13 raqamli shotimni mana bu yerdagi infosini MetaTrader ilovamga ulayman va buni depozitga bemalol ishlatishimiz mumkin. Tepadagi shartlar bo'yicha ishlatsangiz ham bo'laveradi. Men sizlarga partnerskiy kodni, promo kodni ulashni o'rgatdim. Hammaga rahmat. Like, podpiska bosib qo'yamiz.